Dollar. Hop, sizlarga gul bayramini ko'rsatamiz. Baho inani dizaynerlikka o'zingizlar baho berasizlar. Bu bizning ishimiz emas. Umumiy parkdagi ishlar hozir. Qolgan joylarni ham ko'rsatamiz. Lekin rostini aytaman, ming marta eshitganman, ming marta telefonlarda ko'rganman. Hayotda ko'rish kerak ekan bu yerda. Bu yil o'zgacha yondashuv, o'zgacha muhit. Kechqurun chiroqlar yonadi, yana ham go'zallashadi. Imkon qadar video tashlab turaman sizlar uchun. Bir uzoqdagilar kelisha olmaydi, video tashlab turishimiz kerak. Hamma ham vaqt to'g'ri kelmaydi. Ajoyib. Eng zo'r joylarni videoga olyapti demanglar. Hammasi o'zgacha. Hammasi o'zgacha. Bu yoqda plus hamma joy olish kerak ekan. Juda ham ajoyib. Muhimi xalqimiz maza qilishyapti. Asosiysi shunaqa bayramlar yarashadi bizga yurtga. Alloh nazar solgan yurtimizga ko'z tegmasin. Hech shunaqa chiroyli, go'zal, gulzor bo'lib yashnab yayrab farzandlarimiz ham shunaqa duoga xojonalarimizni duolar bilan o'ynab yursin. Hamma yo'laklar ajoyib o'zgacha. Mana qarang. Hidi ham bor ekan. Ajoyib. Boshlarda nafas ham bor ekan bular. Qalpoqchilar bilan. Mana sizlarga gul bayram. Hamma o'zgacha. Bu indeksga serin shunaqa shakl berib qo'ygan. Qani keladi? Pop tuman Arashan Resort. Arashan Resort nima u? Yozib oling-chi. Kim biladi? Ko'rinmay qolibdi, mana yaltirog'ini qilishgan ekan. Dizaynerlar shunga ham boshqacha yondashish kerak edi. Qamchiq tunnel. Haqiqatda kelishga, ko'rishga arzir ekan. Bu yilgi tayyorgarlik o'zgacha. O'tgan yili bu qadar e'tibor berishmagandi, bu qadar bo'lmagan edi. Bu yilgisi o'zgacha. Meni Abdulla hali o'zini ushlab olmadi, lekin yetishibdi. Gul bayrami logotipi. Yo'q, bir o'zgacha. Oxirida tovus turibdi. Mehmonlar juda ham ko'p. Odam to'la. Yo'q, yana bir o'zgacha. Islom sivilizatsiyasi markazini maketi. Ajoyib gulzor orasiga joylashtirishgan, o'zgacha dizayn qilib. Bu yerda bolajonlar maza qilib
bahordagi boychechaklar bo'lib o'ynashyapti. O'rtoqlar mana Islom sivilizatsiya markazining maketi. Hop, bu yoqda Yangi O'zbekistonni chiroyli parkidagi joylarni aks ettirgan manzarada. Juda ham ajoyib. Va mana Islom sivilizatsiya markazi deyman buni. Bu Oq Minor masjid adashmasam. Imom al-Buxoriy. Men Imom al-Buxoriyga hali bitgandan keyin bormadim-da. Shuning uchun adashtirib qo'ydim. Ajoyib otlar. Shunaqa go'zal yurtda yashaymiz. E'tibor bersangiz, hamma joy bir aylanib, bir marta eshitgandan bir marta ko'rib ketishlarni tavsiya etaman. Hamma tomonni joy qilish kerak.